Bolalikning beg'ubor oppoq olami bor. Bu olam ertak misol, sehrli, jozibali, go'zal va betakror ko'rinadi. Bolalik olamining eng to'rida maktab deb ataladigan aziz maskan joylashgan bo'lib, u hammani o'ziga jalb etadi. Zero maktab davri har birimiz uchun unutilmas, zavq va shavq bilan yo'g'rilgan davr sifatida yodimizda turadi. Yillar o'tib, o'quvchilik davrimiz o'tgan aziz dargoh bizni chorlasa, maktabdoshlar bilan uchrashib, didorlashib, suhbatlashsak, bunga nima yetsin? Qancha o'quvchilarimizga bilim, tarbiya bergan ustozlarimiz, nafaqada o'tirgan ustozlarimizni mehmon qilib chaqirdik. Bitirgan sobiq o'quvchilarimizni chaqirdik mehmon qilib, ta'lim tarbiya bergan ustozlarimizni eslab qadrlaymiz. Bitirib ketgan, hozir xalq xizmatida ishlayotgan mehmonlarimiz o'quvchilarimizga namuna sifatida o'zlarini o'sha bosib o'tgan yo'llarini, yaxshi inson bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida keng suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi 20-umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan 3 avlod uchrashuvi karnay-surnay sadolari-yu, childirma-yu nog'oralar ohanglari ostida mehmonlarni kutib olish bilan boshlandi. Maktabni bitirib ketgan, el xizmatida hormay, tolmay yurgan taniqli san'atkorlar, olimlar, jamoat arboblari bajonidil jamul-jam bo'lishdi. Keksalar o'tmish mashaqqatlarini eslashdi. Yoshlar bugungi yutuqlarini quvonch bilan so'zlab, turli chiqishlari orqali o'z mahoratlarini namoyish etishga intilishdi. Bolalarni chiqishini ko'rib juda ham zavqlandik, juda ham chiroyli tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Bobolarimiz, jadidlarimizni eslashdi. Ular haqida, ular aytgan gaplarni Qodiriy, Avloniy, Behbudiy, Usmon Nosirlar haqida gapirishdi. Bolalar bizni tariximizni juda ham yaxshi bilish kerak va mana shu maktabda shuni o'qituvchilar bolalarga o'rgatgani juda ham yaxshi bo'ldi. Men juda ham bir to'lqinlanib ketdim. Elimizga chin yurakdan xizmat qilgan yaxshi insonlar shu maktabni bitirgan. Shularning ichida mana Nasiba Ibrohimova, Rixsa Ibrohimova, Sayyora Yunusova, Dilmurod mana bolalari boshida doirachilar bolalari mana shu ustoz Dilmurod bolalari doira bilan shu kechani ochishdi. Mana meni ham ikkita navaram mana shu maktabda o'qidi, bu kattasi bitirdi, ikkinchisi mana o'qiyapti. To'yga to'yona degan kabi mehmonlar quruq kelishmadi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan bir qator malakali va tajribali o'qituvchilarga O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi ko'krak nishoni topshirildi. O'zbekiston Respublikasi kasaba uyushmasi tomonidan qimmatbaho esdalik sovg'alar taqdim etildi. Xalqimiz an'anasiga ko'ra 3 avlod uchrashuvi ishtirokchilariga bir piyola choy va osh tortildi. Shu maktabga birinchi qadam qo'yganimga 81 yil to'ldi. Mana hozir ham kirib kelyapman. Go'yoki mana shu 81 yil bo'lmaganday o'zimni yosh qilib, mana yaxshi kelyapsizmi desiz, juda ham yaxshi. Kayfiyatim undan yaxshi. Yildan yilga havas qilaman. Agar men 6 yoshimda oyoq yalang o'ydinglar bilmasdan maktabga kelgan bo'lsam, hozir dasta gullar bilan hozirgi sharoit. Bu kutubxonadagi kitoblar, o'qituvchilarga yaratilayotgan sharoitlarni ko'rgan sarim xursand bo'lamanki, yana ham mehrim ortadi. Yurtimga nisbatan mehrim ortadi. Shuning uchun ham maktabga yana ham kelgim keladi. Kelgan kunim dorilar ichmayman. Chunki kayfiyatim ko'tarilib, xursand bo'lib ketaman. Umr oqar daryo. Vaqt ko'z ochib yumguncha o'tadi, ketadi. Farzandlar nabiralarga qarab, bo'y yetib qolganini ko'rib, ulg'ayib borayotganimizni his etamiz. Bunday paytda albatta har qanday hurmat, ehtirom yarashib tushadi. Ozgina e'tibordan mehrimiz tovlanib, yayrab ketishimiz ham bor gap. Ortiqcha ishlarimiz yo'q, faqat o'qituvchi bolaga yaxshi bilim berish vaqti keldi deb o'ylayman. O'qituvchilarimizga yaratilgan sharoitni ko'rib, hozir albatta keksa o'qituvchilarimizning havasi keladi deb o'ylayman, chunki hozir moddiy tomondan ham rag'batlantirishyapti. Yaxshi raqobat paydo bo'lgan. Yaxshi ishlagan o'qituvchi albatta milliy sertifikat olib, o'zini kasbiy sertifikatini olib, juda katta yutuqlarga ega bo'lyapti. O'tmishsiz kelajak yo'q. Bugungi kun ertaga tarixga aylanadi. Tarix zarvaraqlarida bu kabi yaxshi kunlar alohida zarhal harflar bilan yoziladi. Tadbirdagi odamlarning kayfiyati
yoshu qarining birdek faol ishtiroki va bu yerdagi fayzu tarovat shundan dalolat beradi. Shuning uchun ham tadbir uzoq davom etib, qo'shiqlar, o'yin kulgular bilan ulanib ketdi.